Asabiylashganda yig'laydigan insonlar bor, bilasizmi? Ular kuchsiz bo'lganliklari uchun yig'lamaydilar. Uni bu holga solgan insonni ranjitmaslik uchun, xafa qilmaslik va qalbiga ozor bermaslik uchun yig'laydilar. Har bir ko'z yoshlari sevgining, shafqatning va toza qalbning ifodasidir. Iltimos, hayotingizdan bunday insonlarni yo'qotmang. Bir insonning or-nomusi qachon yo'qoladi, bilasizmi? Birining ko'z yoshiga sabab bo'lgan holda ham o'zini hech narsa bo'lmagandek tutishi, deydi Fuzuli. Asabiylashganda yig'laydigan insonlar bor, bilasizmi? Ular kuchsiz bo'lganliklari uchun yig'lamaydilar. Uni bu holga solgan insonni ranjitmaslik uchun, xafa qilmaslik va qalbiga ozor bermaslik uchun yig'laydilar. Har bir ko'z yoshlari sevgining, shafqatning va toza qalbning ifodasidir. Iltimos, hayotingizdan bunday insonlarni yo'qotmang. Bir insonning or-nomusi qachon yo'qoladi, bilasizmi? Birining ko'z yoshiga sabab bo'lgan holda ham